qalbingiz kabi oppoq Captiva kelib qoldi ekan, bitta ko'rib olasizmi? Bitta like-chani bosib oling unda. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 134 ming. Siz uchun bor obzorni boshlaymiz. Mashinamizni krilosida va kapotni uchida kichkinagina pitnosi bor ekan. Qolgan joyi qalbingiz kabi top-toza ekan. Mashinamizni ko'rasizlar, neobishniy diskalar taqib qo'yilgan. Balon holatlari ham yaxshi, 70-80% archa balon taqishgan ekan. Salonlari ham unaqa urinib ketgan Captiva emas. Aynan o'zim minib tekshirib ko'rdim. Hadovoyda umuman muammosi yo'q ekan. Tortishi bor-ku, super. Ishoning, super. Bitta kelasizda, aka siz tortishi yaxshi degandingiz-ku deb turib, bo'ynimdan ushlasangiz bo'laveradi. Unisiga javob beraman. Xo'p, ikkita mana bombasi bor ekan, xudo xolasa. Mana shu ikkita bomba bilan tekis yo'lda 280 km, 290 km yurishar ekan. Shahar ichida 230-240 km bemalol spokойно yurib berishar ekan. Orqasi Captiva 2, oldi Captiva 3 qilib qo'yilgan. Xo'p, yana nimasini aytib o'tamiz. Sumkasi yo'q ekan mashinamiz, mana orqa salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. Xo'p. Ishiga keladigan bo'lsak, mashina bittada emas, ikkitada zavod bo'lib turibdi. Menimcha ozgina elektrda ishi bor. 100-200 dollar rasxoti bor. Shu mashinamizni arzon biroda siz uchun 8700 dollarga qo'yib beramiz. Qaytaramiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan 134 ming probegda ikkita metan gaz baloni bor. Motor hadovoyda umuman ishi yo'q ekan. Lekin bosib oladigan joyi 8700 ga 2011. Hamma rasxotlari qilib qo'yilgan. Shu bir 100 dollarlik elektrik ishi bor. Shu, bosinglar.